SpotDraft saytidan registratsiyadan o'tish. Saytga kirgandan keyin ro'yxatdan o'tish tugmasi bor, bosiladi. SpotDraft bot ochiladi. Start tugmasi bosiladi. Telefon raqami so'raydi. Shu tugmani bosamiz. Поделиться. Raqamni qabul qildi, registratsiyadan o'tkazdi va sizga login parol berdi. Tilni tanlaymiz. Tilni tanlagandan keyin spot turlari chiqib keladi va menyu qo'shiladi, qo'shimcha menyu. Qaysi spot turi haqida musobaqalar tablicasini oladigan bo'lsak, kerak bo'lsa o'shani bosamiz va musobaqalar ro'yxati ochiladi. Endi platformaga kiraman desam, kirish tugmasi bosiladi. Kabinetga kirish va hech qanaqa login parolsiz Telegram orqali kirish imkoniyatini beradi. Kabinetga kirildi.